Yaqinda to'y bo'ladigan qizaloqlar, yaqinroq kelinglar. Sizlarga bir yaxshilik qilib, hamma o'sha pulli kurslarda sotiladigan fatalarni qanaqa qilib o'z qo'linglar bilan oson usulda tikishni o'rgataman. 200 ming, 300 ming pulinglar cho'ntinglarga solib, sarpalaringni boshqa kamiga ishlatinglar. Chunki bu video orqali sizlar qanaqa qilib 50 mingga bitta fatani tikishni o'rganasizlar. Ishonasizlarmi, bu o'zinglarning didinglarga bog'liq, bor yo'g'i 30 mingga bitadigan fatalar ham bor. Video orqali sizlarga qanaqa qilib bichilishini o'rgatganman. Ramashka usulidagi fatani qog'ozda qanaqa qilib bichib olishni ko'rsatib o'tganman. Keyin bo'lsa foto materialga o'tib, qog'ozda qanday qilgan bo'lsam, shu materialda ham xuddi shunaqa taklab kesib olganman. Qaychimga e'tibor bermaysizlar, uyimizdagi eng o'tkir qaychi shu ekan. Materialni bichishni o'rganib olgan bo'lsalaring, endigi navbat uni qanday qilib bezatishga. Men bezatish uchun shunaqa doshlardan foydalandim. Agar sizlarga davomi qiziq bo'lsa, profilimga obuna bo'lib qo'yishni esinglardan chiqarmanglar. Aytgancha, agar siz foto va diademalarda qanaqa qilib tikib yasash haqidagi kursimga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, direktda diadema sozini yozib qoldiring.